Yo, what's up guys? Bu meni YouTube kanalim. YouTube kanalimga xush kelibsizlar do'stlar, jigarlar, birodarlar, opalar, singillar. Bu meni 3-videoyim YouTube kanalimdagi. O'z vlogim, 3-videoyim. Bu videoni siz tomosha qilib turibsiz. Bu videoda bugungi mavzuyimizda nima bo'ladi desanglar, disiplina va motivatsiya haqida ma'lumot bo'ladi. Ikkalasining farqi. Motivatsiya va disiplinani o'zimning hayotimda to'g'ri joylarga qo'yib, to'g'ri joylashtirib ishlatishimni sizlarga aytaman va farqini tushuntiraman. Disiplina va motivatsiya bu nima desak? Bu albatta disiplina va motivatsiya deganda sizlarga disiplina so'zi kamroq quloqlaringga chalingan bo'lishi mumkin. Ko'proq motivatsiya degan narsani ko'p eshitgansizlar. Uzr so'rayman, endi talaffuzimda xatochilik bo'lsa. Chunki bu ikkita so'zni men bilmayman, neto talaffuz qilaman oldindan. Disiplina va motivatsiya bu ikkalasining farqini tushuntiradigan bo'lsam sizlarga. Farqi nima deydigan bo'lsanglar, birinchi o'rinda sizlarga oddiy misol qilib keltiraman, keyin esa o'sha misol bilan birga to'g'ri ma'nosini tushuntiraman. Sodda qilib aytganda. O'zimizni turmush tarzimizga qaraydigan bo'lsak, tishuvamiz, to'g'rimi? Hamma odam tishuvadi. Tishuvishi mumkin, hamma odam tishuvadi. O'sha tish yuvish odamni yoshligidan bo'lib keladi, to'g'rimi? Masalan, 80% odam tishuvadi deylik. 80% odam dunyoda 80% odam tishuvadi. Tish yuvish sizga masalan sog'lig'ingizga yaxshi. Tish yuvish xuddi ovqat yeyishga o'xshamaydi bu. Ovqat yeyish majburiy. Ovqat yemasak o'lib qolishimiz mumkin. Suv ichmasak o'lib qolishimiz mumkin. Tish yuvish bo'lsa, bu o'zingizning xohishingizga bog'liq. Tish yuvmasangiz tishingiz kasallanadi, borasiz doktorga oldirasiz, boshqa tish qo'ydirasiz, bo'ldi. Hech qanaqa majburiy emas bu. Nimaga bunday deyapsiz? Buni nimaga misol qilib keltiryapsiz desangiz, tishni masalan biz yuvamiz, kayfiyatimizga qaramaymiz, to'g'rimi? Kayfiyatga qaramaymiz. Xursand bo'lsak ham, xafa bo'lsak ham tishimizni yuvamiz. Masalan, siz kirdingiz, vannaga kirdingiz, ertalab turgansiz, bet-qo'lingizni yuvdingiz. Endi tishingizni yuvmoqchisiz, qarayapsiz, kayfiyatim yo'q. Yuvmayman, erta yuvaman demaysiz-ku. To'g'rimi? Kayfiyatingiz bormi, yo'qmi farqi yo'q. Kirasiz, o'sha sizga privichka bo'lib qolgan, bu disiplina bo'lgan. Kayfiyat yo'q borligiga qaramaysiz, kirasiz, tars tishni yuvasiz. Всё. Xuddi o'shanday disiplina va motivatsiyaning farqi shunda. Motivatsiya bu kayfiyatga qaraydi. Disiplina esa kayfiyatga umuman bog'liq emas. Disiplina qo'yib qo'ygan kayfiyatingizga. Siz kayfiyatingiz bormi, yo'qmi qo'yib qo'ygan sizga. Motivatsiya bo'lsa, motivatsiya u anaqa narsa. Kirasiz Instagramga 4 ta video ko'rdingiz, motivatsiya, o'sha dopamin ishlab chiqariladi, keyin xursandchilik paydo bo'ladi. Tars bitta ishni qilishingiz mumkin, borsa bir yarim soat yoki 20 minut. Bo'ldi. Undan u yog'iga o'tmaysiz. O'sha yana dopamin tushadi, bo'ldi. Xursandchilik tugaydi. Yana kirishingiz kerak, yana 4 ta video yoki nimadir ko'rib motivatsiya olmasangiz bo'lmaydi. Disiplina bo'lsa, unday emas. Disiplina o'sha tartibga soladi bu. Masalan, o'zim 17 yoshdaman. 2 yil bo'ldi masalan disiplinaga kirib kelganimga. To'g'ri, menda ham ba'zida buziladi, ba'zida buziladi. Lekin harakat qilaman shuni buzmaslikka, shuni to'g'ri olib ketishga. Disiplinaga kirib kelganimdan beri to'g'risini aytsam, tanamda o'zgarish bo'ldi. Chunki trenirovka bu hayotdagi hamma narsa bu disiplinaga kelib taqaladi. O'qish, trenirovka va hokazo, sudalar. Xohlagan narsangizni disiplina bilan olib ketsangiz, juda ham muvaffaqiyatli bo'ladi-da, bunday aytganda. Motivatsiyaga keladigan bo'lsak esa, motivatsiya bu bo'lmaydi. Motivatsiya bilan oxirgacha bora olmaysiz. Borishingiz mumkin 1 hafta yo 2 hafta, bo'ldi. Tugadi o'sha. O'zimni gapiradigan bo'lsak, disiplinaga kirib kelganimdan keyin ovqatlanish tartibim ancha yaxshilandi. Unaqa zo'r emas, ancha yaxshilandi, lekin ora-orada shirinlik tuda yeb turishim mumkin. Keyin o'sha men 2 yildan beri shuni qilganim uchun menga o'sha privichka bo'lib qolgan, bez trenirovka
tura olmayman. Hech bo'lmaganda kuniga 20 ta yo 30 ta yo boringki 10 ta anjuman qilaman. 10 ta anjuman qilib qo'yaman. Boringki. Disiplina va motivatsiyaga keladigan bo'lsa, yana disiplinani agar yo'lga qo'ysangiz, hayotingizda disiplinani yo'lga qo'yib boshlasangiz, keyin masalan birovga mana bunaqa gap gapira olmaysiz. Masalan o'tiribsiz, bu kecha bir qaysidir bir o'rtog'im yoki bironta bir odam menga shunaqa gap qildi, meni ishim haqida yoki bir ijodim haqida, meni motivatsiyam o'ldi degan gap bo'lmaydi keyin. Unaqa deya olmaysiz disiplina bilan. Motivatsiya bilan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Motivatsiya o'tirasiz, motivatsiyam o'ldi, bo'ldi. Shu bilan ishingizga ham ko'nglingiz qolib ketadi, qilayotgan narsangizdan ham ko'nglingiz qolib ketadi. O'shaning uchun motivatsiya kerak emas narsa deb o'ylayman. Disiplina bu kayfiyatga, holatingizga umuman qaramaydigan narsa. Turasiz, ertalab turdingiz, bet-qo'lingizni yuzdingiz, tishingizni yuvdingiz, trenirovka qilasizmi har doim? Bo'ldi. Boshlandimi? Bo'ldi. Trenirovka har doim qilishingiz kerak. Masalan, ba'zilar bor, keladi, ishdan keladi, charchab kelgan o'zi, charchab kelgan. Lekin keladi, ishdan charchadim. Charchaganman-da, mayli ertaga qilaman-da deb qo'yadi. Bo'ldi, bu уже disiplina buzildi degan. Disiplinani buzilishi bu. Bugun unday qildim, ertaga ham keladi. Charchaganman bugun ham. Mayli ertadan keyin qilay mayli deb qo'yadi. Bu disiplinaning buzilishi. Disiplina bu juda ham tartibli narsa-da bu. Shuna hayotingizni shunaqa tartibga soladi. Bu miyangiz уже programma tuzadi shunaqa. Programma tuzadi. Disiplinaga kirib kelganingizdan keyin har kuni nima qilishingizni oldindan miyangiz o'zidan o'zi yozib boradi. Oldindan yozadi. Oldindan. O'shani qilmasangiz, o'sha qanaqadir ichingiz qilishi yoki ichingiz qanaqadir boshqacha bo'lishni boshlaydi. Masalan, bugun har kuni qilib kelyapsiz nimadir. Masalan, nima deb olsak bo'ladi? Xo'p, endi men faqat shunga o'rganib qolganman, anjumani. Anjumani qilib kelyapsiz. Bir kun qilmadingiz. Ertasi bir kun qilmadingiz, mana bugun qilmadingiz, ertasi kuni o'sha ko'nglingiz g'ash bo'ladi. Bugun deysiz, kecha qilmagandim, o'shani qo'shib bugun ham qo'g'ray deysiz. Xuddi o'shanaqa bo'lib qoladi. Sizni plyusingizga ishlaydi. Plyusingizga ishlaydi. Disiplinaga o'rganganingizdan keyin men charchab kelasizmi ishdan yoki kayfiyatingiz bo'lmaydimi, kim bilan janjallashasiz, kim bilan urushasiz, bu narsani aloqasi bo'lmaydi. Siz faqat to'g'ri, faqat reja bo'yicha ish ko'rasiz. Reja bo'yicha. Shu motivatsiyalar qiziq bo'lmay qoladi sizga. Motivatsiya umuman kerak emas bo'ladi. Sizga birov maqtaydimi, maqtamaydimi qiziq emas. Maqtamasa ham o'zingiz yo'lingizda, maqtasa ham o'zingiz yo'lingizda ketaverasiz. Ana shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun maslahatim sizlarga disiplinani yo'lga qo'yish kerak. Masalan, disiplina bilan motivatsiyani farqi yana bitta. Sizlarga oson, sodda qilib tushuntiraman. Odam tilida tushuntiraman bunday aytganda. Mashina deb olaylik, mashina, to'g'rimi? Mashinani gazda yuradigani bor, benzinda, suda, o'shanaqa propan degan narsalarda yuradigani bor, to'g'rimi? Bu qancha? To'ldirasiz, vaqti ketaveradi. O'zi mo'ljallangan masofaga yetgandan keyin gaz tugaydi. Уже bo'ldi, yana to'ldirishingiz kerak. Yana bir mashina deb olaylik. U mashinani parragi bor, shamol bo'lsa yurib ketaveradi. Shamol bo'lsa yurib ketaveradi yoki baloni bilan deyaylik. Baloni aylansa, aylanish hisobiga o'zidan elektr toki ishlab chiqarib, mashina yurib ketaveradi. Xuddi o'shanaqa narsa. Nimadandir ozuqa olib yurgan mashina qayerda-yu, o'zidan ozuqa chiqarib yurgan mashina qayerda? Men tushuntirdim deb o'ylayman, lekin o'zim tushundim bu narsani. Ko'rdilaring? Mana shunaqa deb olsak ham bo'ladi. Motivatsiya bilan disiplina. Siz tanlovni tanlash o'zlaringning qo'llaringda. Ikkita tanlov bo'ladi, motivatsiya, disiplina. Qaysi birini tanlash o'zlaring qo'llaringda. Bu juda qiyin bo'ladi, to'g'ri, lekin samarasi zo'r. Sizlarga maslahat beraman. Oxirgacha kuzatganlarga rahmat. Albatta like bosing, podpiska bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Goodbye guys.